Dikşimizi davamlaştırmamız hürmetlik vatandaşım Turan Efendi'ye bu növbetki haberimizge dikkat kılın mı o haberge ahırkı dikşiyemiz. Mavzumunda Obama'nın acizliğinden narazı bolup Prezident Trump Cungo'nun baş igişige besim şiltidir. Dikkat mavzumunda növbetki Prezident Obama'nın acizliğinden narazı bolup Prezident Trump, yeni saylangan Prezident Trump, Cungo'nun baş igişige besim şiltidir mavzulu haber. 12. ayının 22. günü Dovitor beti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Prezident Trump hükümet kabinetinin qoğdunuş noktasıda. Cungo tabiyle Katar'a koyuldu. Prezident Trump hükümet kabinetinin qoğdunuş planı, qoğdunuş siyaseti Cungo tabi halda qoğdunudağın devlet dep Katar'a koyuldu. Rusya matbuatı mundak hesapladı. Prezident Obama'nın acizliği okşamaydığan halda Prezident Trump allakaçan Cungo'ga köp besim işletti. Cungo'ga mecburlap besim işletip mürassa kılıp Amerika'ya teslim buluşne maksat kıl. Cungo'ga besim işletkende Cungo'nun Amerika'ya teslim buluşunu maksat kıldı. Universal matbuatlar 12. ayının 20. günü haber kılıp mundak görsetti. Amerika devlet müdafiəsindən çıkan bir parça esletme Prezident Trump'ın müdafiə siyasətinin mühim noktalarını aşkarıldı. Bu noktalar içinde Rusya'nın karısı görünmeydi. Bunun içinde bu noktalarda Rusya diye isim yok idi. Lakin Prezident Trump hükümet kabinetinin Cungo qaratqan siyaseti de Cungo ilan taxtısına çıkarıldı. Lakin Prezident Trump hükümet kabinetinin Cungo qaratqan siyaseti de Cungo ilan taxtısına çıkarıldı. Rusya yetakçı gazete makale ilan qılıp mundak görsetdi. Prezident Obama vazife ötegen mezgilde Amerika'nın Cungo siyaseti harbiy tahdid hamda siyasi, iqtisodiy jihati Cungo'ni yetim qaldırış bulup hesaplandı. Rusya yetakçı gazete makale ilan qılıp mundak görsetdi. Prezident Obama vazife ötegen mezgilde Amerika'nın Cungo siyaseti harbiy tahdid selish hamda siyasi, iqtisodiy jihati Cungo'ni yetim qaldırış bilan hesaplandı. 2012 yılı Amerika'nın siyaseti Asya'ya yötkelgen günden başlap Amerika burayında özünün harbiy mavcudluğunu küçeytti. Bu etraftaki şerikleri bilen harbiy ittifakını müstehkemledi. Dikkatli vatandaşlarım. Asya ve Tinç Okyan rayında raketa sistemisi kurup çıktı. Mesela Guam'da, hazır Kore'de kurmakçı buluyor. Onundan başka Amerika harbiy işler sahasında Cungo bilen qarşılaşadigan xarajat qimmati yuqori bo'lgan taktika işletdi. Harbiy işler Amerikanın Asya siyasi intayin zor ta'sir ko'rsatdi. 2009 yılı dengiz hava birge gavlashgan urush strategiyasi rayon xarakterlik urushda ozodlik armiyaning qo'mondonlik sistemasiga zarba berishni maqsad qiladi. Bundaq strategiyalar hukm keyingi 2 yılda terakki kıldırılıp, mükemmelleştirilip, 5 burcaklık bina müdafiə siyasının terkibi kısmıga aylandı. Deniz, hava bir gevleşken uruş stratejisi. Bu intayin zor, belki uzun müddetlik texnikilik lahiya idi. Texnikilik halkılık sahalarda Cungo'dun mutlak üstün turuşunu maksat kılgan idi. 2015 yılı Prezident Obama hükümeti TPP savdo kelishimini tezlik bilen imzalap, tayyorlik hizmetini aşkarı ilan kıldı. Bu kelishim Amerika'nın geopolitikalik siyaset nişanları meselesini hal kılıp, Cungo'nun rayon karakterlik savdo prensiplerini tüzüşüge yol koymaydı. Lakin hazır TPP'nin istikbali yaxşı olmay kaldı. Çünkü Prezident Trump TPP savdo kelishimini bekar kılıman dedi. Lakin bunu bekar kılıman degen bile kandak boldu. Kiler nöbet sözdeyimiz sizlerge. Bugün sözlüme kiler nöbet kaldırıp koyaya. Kiler nöbet anlayışlar. Ameliyatı Prezident Trump ve onun məsləhətçiləri Prezident Obama hükümetinin hareketlerinin o yol koymakçı bolğan Cungo siyaseti bilen öz ara maslaşmağanlığını, Obama hükümetinin köp aciz kelgenligini tanqid kıldı.
Prezident Obama siyasetini şunday kıldı. Lekin hareket bilen belgilengen siyaset özara maslaşma dedi. Prezident Trump bu maslaşmazlıkni tanqid qildi. İş qilishda Prezident Obama hükümetiga o'xshamaydigan bir taraf shu bo'ldiki, nihoyatda aniq ko'rib yetdikki, Prezident Trump harbiy, siyosiy va iqtisodiy jihatda Jungoga qattiq besim ishlatdi. Prezident Obama'nın tadbiriga o'xshamaydigan bir tarafi shuki, ko'rib yetdikki, Prezident Trump harbiy, siyosiy va iqtisodiy jihatda Jungoga qattiq besim ishlatdi. Bu orqali Prezident Trump Jungo rahbarlarining Amerika qarshi turish irodasini sindirib tashlashni maqsad qildi. Bu orqali Prezident Trump Jungo rahbarlarining Amerika qarshi turish irodasini sindirib tashlashni maqsad qildi. Diqqat qiling vatandoshim, Turan efendi, Amerikaning siyosetini tushuntirib qo'y deb savol qo'ygansiz, mana shu buningga mening to'liq iqtidorim yetmaydi. Amerika siyosati mendaq qanday qiladi demayman. Lekin men sizga bugun Amerikaning siyosatining nima ekanligini hozir shu savolni topshiryapman, Turan do'stim. Jungo rahbarlarining Amerika qarshi turish irodasini sindirib tashlashni maqsad qildi. 1980-yillardagi sobiq Sovetlarga o'xshash Jungoni Amerika bilan murassaga kelishga zorladi. Dikkat vatandaşım, 1980-yillarda 20-asrda Prezident Reagan sekreter Gorbachevga murassaga kelishga besim ishlatdi deyli. Shu vaqtda Gorbachev bu murassa yo'lni qabul qildi deyli. 80-yillarda boshlangan bo'lsa, bu 85-yilga kelganda sekreter Gorbachev Yangi tafakkur degan kitobni e'lon qilib, dunyoga o'zgarish davriga kirdiganligini boshladi. Bugün hürmetli Reis Xi Jinping şu tarix endi sizga takrorlangan bo'lsa, siz şu tarix bugün duch kelgan bo'lsangiz, siz ham Gorbachevga o'xshash yangi tafakkur degan kitobni e'lon qilib, Gorbachev qaysi yo'lni tanlagan bo'lsa, siz shu yo'lni tanlab olsangiz, bu nihoyat aqloniy yo'l bo'ladi. Reis Xi Jinping efendi bek aqloniy yo'l bo'ladi, talash tortish bo'lmaydi, urush jidal bo'lmaydi, hamma ish tez bilan hal bo'ladi. Bu bizden sizge berdiğin maslahatimiz Reis Xi Jinping efendi. Nima deydi? 1980-yillardagi sobiq Sovetlarga o'xshash Jungoni Amerika bilan murassaga kelishga zorildi. Prezident Trump. Bu zorlash yoki urush keltirib chiqarishi mumkin. Bu zorlash yoki Jungo iqtisodini gumron qilishga olib kelishi mumkin. Bu zorlash yoki urush keltirib chiqarishi mumkin. Bu zorlash yoki Jungo iqtisodini gumron bo'lishga olib kelishi mumkin. Gerçi 1980-yillardagi sobiq Sovetlar 2010-yillardagi Jungo o'xshash ma'nilik partiya hokimiyat beshib turgan G'arbning so'zicha o'xshashli demokratiya kamchil davlatlar edi. Bunda aytganingiz 1980-yillar kommunistik bolshevistik partiya Rossiyaning beshida turadi. Bugun 2010-yilda Jungo kompartiyasi hokimiyat beshida turibdi, bu o'xshash deydi. Şu vaqtda G'arb dunyosi Rossiyada demokratiya kamchil degan edi. Bugun G'arb dunyosi Jungoda demokratiya kamchil deyotdi. O'xshash, tarix o'xshash. Lekin bunday strategiya cho'qon mag'lub bo'ladi. Ya'ni Jungo qaratgan strategiya edi. Lekin bugun hamda butunlay yep-yangi balki intayin qattiq Amerika bilan Jungo qarshilashadigan vaziyat xalqaro jamiyatning siyosiy paketi bo'lib qoldi. Hürmetli vatandaşım Turan efendi, mana Amerika'nın siyaseti. Bunda stratejiya çoğun mağlup buladı. Biz sözüldük o. Nopuzluk Erbab Christopher Smith nimi dedi? Marco Rubio nimi dedi? Bizden Xitay ile 30 yıl elip bağın alaq qilish siyasimiz mağlup oldu dedi. O demek o mağlup buladı dedi. Lekin bugün hamda butunlay yep-yangi, balki intayin qattiq Amerika bilan Jungo qarshilashadigan vaziyat xalqaro jamiyatning siyosiy pakti bo'lib qoldi. Bugun mana bu navbatdagi Amerikaning siyosati bo'lishi kerak, Turan efendi. Mustaqillik gazeti Rossiya strategiyasi va xalqaro masalalar tadqiqot instituti mutaxassisi Yermakovning so'zlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo munosabatidagi navbatdagi jiddiylik amaliyotda Prezident Obamaning Osiyo qayta siyosatining natijasidir. Prezident Trumpning duch kelgan masalalari Prezident Obama siyosatining aktiv natija yarata olmaganligi, lekin texmi zo'r to'qinishga homila
tayyorlaganligidir. Prezident Obama Asiyada aktif natija yaratolmadi, lekin to'qinishga asos tayyorildi, ya'ni homili tayyorladi deydi. Mutaxassislar munda ko'rsatdi. Prezident Trump shuning uchun eng muhim nuqtani Jungoning vujudiga jamladiki, chunki Jungo hozir qudratli bir kuch bo'lib, Amerikaga tahdid paydo qildi. Diqqat. Turan efendi vatandaşlarım, Jungo bir kuchga aylandi. Amerika tahdid paydo qildi buras. Amerika hükümeti küstüvatqa yo'q, sizlar bizlar oddiy odamlar buni ko'rib turibmiz. Jungo dollarni topdi, boy bo'ldi, bugun Amerika butun dunyoga tahdid paydo qildi. Shuning uchun Prezident Trump butun diqqatini Jungoning vujudiga jamladiki deydi. Jungo Amerika o'tirishga ziddiyatlar kelgusida texmo cho'nqurlishidir. Jungo Amerika o'tirishi ziddiyatlar kelgusida texmo cho'nqurlishidir. Yermakov mundaq dedi. Prezident Trumpning Jungo bilan Rossiya o'tirishga panaqa qilganligini chetga haq qilib olmaydi. Diqqat vatandoshlar, nima deydi? Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Rossiya bilan Jungoning o'tirishiga panaqa qildi deydi. Bu degan gap qaltis kelgan gap ekanda, qaltis o'xshashganda bu. Endi yana nima deydi? Hozir Yaponiya bilan bo'lgan Rossiyaning suhbati yaqinda qardik. Biz zo'r umid qilgan edik. To'rt aral masalasi hal bo'lsa, Jungo Xitoy o'tirishga shartnomalar bekor qilindi degan so'zni men sizlarga o'tkigan edim. Aqmadi, bo'lmay qoldi. Bu qatam Prezident Vladimir Putin bilan Shinzo Abening suhbatidan natija chiqmadi. Buning sababi nima? Esingizda bo'lsin, oldimiz o'tib ketgan 10-25-kunlar atrofi Moskvada 3 odam paydo bo'ldi. Uning biri Jungoning vaziri Li Keqiang. Uning biri Jungoning muavin vaziri Wang Yang. Uning biri Jungoning muavin vaziri Liu Yanning ayol kishi. O'ylab bakın, hey, bir davlatning 3 rahbari bir kun ichida Moskvani ziyorat qildi degan nimadan derak beradi Turan efendim?